Bugun sizlarga juda ham foydali bo'lgan ma'lumotni beraman. 937-sonli qonun bo'yicha sizning mahallangizda xatlov bo'lib o'tdi va u e'tirof dasturiga kiritildi. Endi mana shu dasturda bilamiz 20 ga yaqin davlat idoralari tomonidan xulosalar beriladi va ularning ichida qaysidirlari sizga rad javobini berishi mumkin va siz mana shu radga, ya'ni e'tirozingizni bildirishingiz mumkin. Aynan e'tirof tizimining o'zi orqali bu qanday amalga oshiriladi, demak bilib oling. Dastlab e'tirof.kadastr.u saytiga kirishimiz kerak. Undan keyin saytdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, login parol orqali yoki mobile ID va yoki elektron kalit orqali kirish mumkin. Mana biz kirib oldik. Undan keyin mana bu ro'yxatdan demak o'zingizni mulkingizni tanlaysiz. Biz endi istalgan bittasini tanlab ko'ramiz. Birinchi turganini, misol uchun bu yerda mana 17 ta ijobiy, bitta salbiy xulosa berilgan batafsil tugmasini bosamiz. Va batafsil tugmasini bosgandan keyin bu yerda yer ma'lumotlari, xarita va xulosalar kelib chiqadi. Demak, yer haqidagi ma'lumotlar, xaritada mana shu yerning ko'rinishi va xulosalarda davlat idoralarining xulosalari va kim salbiy javob berganini hozir ko'ramiz. Mana salbiy javob, bu yerda xulosani ham yuklab olish mumkin va salbiy javobni avtomobil yo'llar qo'mitasi bergan ekan. Demak, bizga kerakli bo'lgan joy e'tiroz qoldirish tugmasi. E'tiroz qoldirish tugmasini bosganimizda mana bunday oyna kelib chiqadi. Birinchi bo'lib e'tiroz matnini yozib qoldirishimiz mumkin. Undan keyin kerakli faylni yuklash imkoniyati bor va oxirida kerakli tashkilot, ya'ni bu yerda avtomobil yo'llari qo'mitasini tanlab yuborish tugmasini bosamiz. Yuborish tugmasini bosganingizdan keyin sizni e'tirozingiz aynan salbiy xulosani bergan tashkilotga borib tushadi. Albatta uni to'g'ri tanlash kerak va ular tomonidan ko'rib chiqiladi.